Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana navbatdagi ishimizni bitirdik. Bu ishimiz Beshariq tumani Beshkafa qishlog'ida bo'ladi. Bitta 60 litrlik qozon qilib berganmiz. Bitta 22 litrlik, bitta 100 litrlik. Bu yog'i рабочий stol. Keyin salat qo'yadigan joy hisobidan foydalaniladi. Mana tandirlarimiz o't yoqish jarayoni. Tortishlari ajoyib. O'zi qozonda ham mana birinchisiga osh pishtirdi. Osh damlab qo'yilgan. Xola, qanday ishlar? Burası yaş çıktı oğlum, rahmet, umurlarınız uzoq bo'lsin ana. Aytgansiz, yaxshi kunlarga buyursin. Uzoq yillar xizmat qilsin. Rahmat. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.